Ofitsiant. Assalomu alaykum. Taomnoma. Mana-ku. Och. Marhamat. Mana shu. Qovurilgan kurkami? Qizig'i yo'q. Kurkami, tuyaqushmi, buqami? Qorin to'ysa bo'lgani. Nonam olib yegani. Yarimtasi yetadi. Butun olavering. Yarimta. Yetadi. Ichishgacha choy, kola, Mantello. Unaqasi yo'q bizda. Undan bor o'zimizda. Talabamsan? Nima edi? Talabasan. Kim aytdi? Intuitsiya. Nima? O'tir. Eshit indamay. Seni chaqirgan chog'im o'qiyotganding kitob. Kafeda yosh ofitsiant ko'p. Uydan uzoqda o'qisa, talabalar ayniqsa. Bu endi oddiy taxmin, lekin kurkami degan chog'ing sekin yutinib qo'yding. Farazingda bu oqshom kechki ovqatni ko'rding. Kurka bir kishiga ko'p, ortib qoladi, bilding. Aqling chakkimas ekan. Yarimta non aytdim, lekin sen butun taklif qilding. Demak, kechki ovqatga yarimta kulcha tekin. Suv so'rasam yo'q deding. Bu nimaga o'xshaydi? Ijarada yashaydi. Talabalar toshganda, ayniqsa shu erta kech ijara puli oshganda, narx osmonga yetganda, ijarachini vijdoni nafs qozonida pishganda, mana bu bobosiga sig'inib cho'k tushganda, talabalar tiqilib yashaydi. Bir xonalik zindonda. Hamma ham noinsof emas. Yaxshilar bor har holda. Lekin senga kelganda yaxshisi uchramagan. Shuning uchun zich yashaysan. Sen va ko'plab xonadosh. Maykang ham yo'q ichingda. Tongda kech turganingda ilib ketib bo'lishgan. Ko'pchilik tursang shuda, odam ko'p bo'lgan xonada kislorod kam bo'ladi. Keyin odam kun bo'yi o'zini suvga uradi. Cho'ntagingda bo'yinbog' bor. Erinasan taqishga, lekin usiz bora olmaysan. Kirgizmaydi o'qishga. Shunga doim majbursan yoningda olib yurishga. Xo'sh, endi keyingi dalil. Mana bu ruchkan, ya'ni qopqoqchasi tishlangan. Ko'p yozasan degani. Konspektlar, referatlar. 1-2 so'm ishlaysan, har na foyda yozganing. Chunki stipendiyang yetmaydi. Har oy yotib yegani. Menimcha she'r yozasan. Bu versiyada jon bor. O'qiyotganing ham she'r kitob edi. Jazba, Jon Temir Jondor, Akadem Nashr. Mayli, shunchasi yetar. Bilib qo'y, bu ishlar o'tar. Pulga xayolingni buzma, kitobdan mehr uzma. To'g'ri yo'ldasan uka. Maqsad sari yur tikka. Tushlik tugadi, ketdim. Darvoqe, qovurilgan kurka. Senga topshirdim. Omad. Bu ham ziyon qilmaydi. Nu, talaba. Salomat. Bizdan xafachilik yo'q-a? Ismingiz nima? Tog'a.